Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti-yu, to'g'rimi? Ha? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatni oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsangga qaravermasdan, bor narsaga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Birodar, iching toyib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chirinib ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinaga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'ga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yaylovga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Juma kuni bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. Qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Balki kimnidir duosida shunchalik chuqur joy olgandirsizki, taqdir sizni hech kimga yozishga jur'at qila olmayotgandir. Bir go'zal jumla bor edi. Kechiktirayotgan bo'lsa, Alloh go'zallashtirayotgandir. Negadir hamma narsa zerikarli bo'lib qolgandek. Ijtimoiy tarmoqlar avvalgidek qiziqarli emas. Ba'zan o'nlab xabarlarni, qo'ng'iroqlarni shunchaki javobsiz qoldiryapman. Negadir odamlar bilan oldingidek gaplashkim kelmay qolgan. Odam ko'p joylardan qochadigan, shovqinlarni, bo'sh so'zlarni yoqtirmaydigan bo'lib qolganman. Menga shunchaki tinch joy va bir finjon qahva bo'lsa yetarli. Rizq topaman deb nimalarga o'zingni urib yuribsan? Rizq topaman deb qayerlarda yuribsan? Albatta birodarlar, takror aytyapmiz, rizq talabida mehnat qilishning o'zi ibodat. Mehnat shart. Ammo sen mana shu topayotgan rizqing haqingdagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Rizq nimaligini yaxshilab tushunib ol, shuni aniqlab ol. Robbingning so'ziga quloq sol, payg'ambaringning so'ziga quloq sol. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ